man o'zimga xuddi shu materialdan abaya tikdim. Ayajonim birinchi menga abaya tikib beruvdi, keyin ilhomlanib ketib, men ham sirras abaya tikib yubordim. Bu abaya qanday tikilishi haqida o'tida ko'rsatmoqchi edim, lekin kadr noto'g'ri qo'yilganligi sababli hammasi o'tida ko'rinmagan, shu uchun xafa bo'lmaysiz. Xullas, bu eng oson usulda tikiladigan abaya. Bilasizlarmi yo'qmi bilmadim, lekin men karantin paytida chevarchilikka o'qiganman, ya'ni shogird tushganman. Oradan 6 yil o'tib, mana endi men yana nimadir tikishga harakat qilib ko'rdim va epladim degan umiddaman. Kimdir bunaqa fason kiyishni yomon ko'rishi mumkin va sirraz negativ yozib, ahvolini qaratib yozish shart emas, chunki men keng narsa kiyishni yaxshi ko'rib qolganman, ayajonimga o'xshab. Shu uchun o'zimga keng qomatim bilinmaydigan darajada abaya tikdim. Ayniqsa hozirgi kunda yoz issiqda keng muzdekgina materiallardan kiyim kiymasalaring terlab bir yo'la bo'lasiz. Amallab bichib olganimdan keyin bismillah deb mashinaga o'tirdimda har bittasini birinchi chok yurg'izdim, orqasidan tozalash uchun overlock qildim, lekin orada overlockning ipi uzilib ketdi. 5 soat vaqtim shu overlockning ipini to'g'irlash bilan ovora bo'ldi, chunki men ko'ylakni kechqurun tikkanman, ertalab bomdodgacha tikib tugatdim. Bu paytda bo'lsa hamma uxlayotdi, ayajonim shirin uyqusidan uyg'otib overlockning ipini tuzatib bering deb bezovta qilgim kelmadi va o'zim amallab tuzatdim. Hamma yog'imni birlashtirib tikib overlock bo'lgandan keyin chok bostirish uchun dazmolladim. Valla ko'rishingiz mumkin. Albatta bu ayajonim tikib bergan abaya oldiga zamok qo'ydi, chunki Muhammad Yusuf qornini to'qlashim bor. 1 2 3 ale xo'p. Bu bo'lsa o'zim tikkan abaya, kengina muzdekgina, qaranglar, o'zimga shunaqa yoqdi. Mabodo sizlarga yoqmagan bo'lsa, qadrli vaqtingizni sarflab negativ yozishingiz shart emas. Yoqqanlar kommentariyada fikringizni kutib